ertalab ham bo'libdi-ku. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan men Kiraxon va mening yangi videomga xush kelibsizlar. Pullarimni olaman va hozir do'konga tushib kelaman, chunki uyda yeyishga hech narsa qolmagan. Kecha juda charchagandim. Ko'chada yaxshi havo bo'layotganga o'xshaydi. Obunachilar, ovozimga e'tibor bermaysizlar. Tomog'im og'rib, mazam yo'q bo'lsa ham sizlar uchun video olib o'tiribman. Tak, endi eshikni yopib olsam. Ana kimning mashinasi bo'ldi, chiroyli ekan. Tak, endi pullarimni cho'ntagimga solib qo'ysam, bu yerga qizil gilam qo'yishibdimi? Magazin yopiqmikan? Ochiq ekan, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'shnilar qilasiz? Ha, hozir olaman. Fanta, keyin pechenye, keyin ikkita olib yoribman-ku. Bittasini qo'yib qo'y. Mayli, ikkitasini ham olganim yaxshi. Keyin Sprite va kola. Bular necha so'm bo'ldi? Shularni hisoblab bering. Sizga $2 bo'ldi. Mana $2. Rahmat, yana kelib turaman. Eshikni yopib, bu yerdan tezroq ketish kerak. Uning ko'zlari oppoq va ovozi juda ham g'alati. Nega bunday? Nima bo'lyapti bu shaharga? Mayli, bunga e'tibor bermay, endi uyga kirib maza qilib narsalarimni yeb olaman. Obunachilar, sizlarga esimdan chiqibdi, men zerikkan paytim boks bilan ham shug'ullanib turaman. Va shuning uchun hech kimdan qo'rqmayman. Obunachilar, sizlarga yangilik bor. Men yangi shaharga ko'chib ketyapman. Tak, kilitlarni, hamma narsani olib olaman, o'zimga keraksiz narsalarni esa tashlab ketaman, chunki bu yerga yana kelaman-ku. Bular qanaqa hujjat desangizlar, bular mening mashinamning hujjatlari. Boyagi ko'chada turgan qizil mashina bu meniki bo'ladi. Men sizlarga u kimning mashinasi ekan deb rosa hazillashgandim. Menimcha u shahar bu shahardan chiroyliroq bo'lsa kerak. Obunachilar, mening mehnatimni qadrlagan holda kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Endi hozir borib mashinamga yuklarni darrov joylashtirib qo'yishim kerak. Barcha yuklarimni menda hujjatlar o'zimda turadi. Kola, Fanta, bu chipslar, ularni solib qo'yaman, chunki u yerda sotilmaydigan do'konlar bo'lmasa kerak vobshi. Obunachilar, mashinamga birdan 10 gacha baho bersangizlar bo'ladi. Endi mashinamga o'tirib zavod qilsam bo'ldi. Yaxshi, endi yangi shaharga ketsak bo'ladi. Shu yerdan chapga burilib chiqib ketsam bo'lar ekan. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak, chunki mashinamning baloni teshilishi mumkin. Chunki bu yerda singan shishalar juda ham ko'p bo'ladi. Mashinamdan juda ham g'alati ovozlar chiqyapti. Bu shahar juda ham g'alati ekan. Nega hamma yoqni tuman bosib yotibdi? Bu yerda mashinalar bor, lekin juda ham g'alati shahar. Mashinamni shu yerda qoldirsam bo'ladi va bu mashinamni qulflab qo'yishim kerak. Bu yerlar juda ham qorong'u. Nega bunaqa ekan va hamma yoqni tuman bosib yotibdi? Mashinamdan endi o'zimning narsalarimni olib olsam bo'ldi. Xayriyat, yonimda fonarik olib yuribman ekan va shu fonarimda endi shu yerlarni ko'rishim kerak bo'ladi. Nega bu yerlar juda ham g'alati? Bu hazilmi yoki nega bunaqa? U yerda odam o'lib yotganmidi yoki bu hazilmi? Hoy, bu yerda kimdir bormi? Nega bu yerlar qon bo'lib yotibdi? Mashinalar ham chirib ketgan. Bu yerda juda ham ko'p qonlar bor. Bular juda ham g'alati, juda ham. Nega bu yerda odamlar o'lib yotibdi? Nima, bu odamlar qiynab o'ldirilganmi? Nega bu suyaklarni osib qo'yishibdi? Bu yerda odam suyaklari juda ham ko'p va chirib ketgan mashinalar ham. Bu mashinalarga nima bo'lgan o'zi? Mashinaning eshigi ishlayapti.
Bu yerlar juda ham g'alati, hattoki bu suyaklarni osib qo'yishibdi ham. Men bu shaharni bunday bo'ladi deb o'ylamagan edim. Bu qachon, qanday qilib tuman bo'lib ketdi bu shahar? Hamma yoq qorong'u. Endi men boshqa yerlarni ham ko'zdan kechirib chiqishim kerak. Nima? Nima o'zi ular? Qani, ortidan boraychi. Nima ekan ular? Bular juda ham yomon. Nima qilsam ekan endi bu yerda? Shu uyga kirib ko'rishim kerak. Qani, Svetyonak. Voy, Chinursan, nima bo'lgan bu yerga? Nima? Kimsan? Chinursan, men qayerdaman? Qanaqa joy bu o'zi? Portalmi? Qanaqa joy bu yer? Portalga kirsam nima bo'ladi? Qani, kirib ko'raychi. Nima bor ekan u yerda? Ikkinchi qism uchun $100 yig'ilsin.